O o'rtoq, men qara, lo'nka tutyapti-yu, bir narsa qilmasa bo'lmaydi, dvijeniya qilaylik. Ha, pulingmi? Pul yo'q, qayerdan pul yo'q. Men qara, Sardor o'rtog'ing bor edi, Farhadga zapchasti. Xo'sh. O'sha jenterasi bor, bu narsa qilib boraylik. Ha, nima desam? Bo'ldi, ha. Bo'lishamiz-da faqat. Sardor? Aka, nimaga bir charchaysiz? Charchlayaptim. O'rtoq mashina shunda 10 minutga berib tur. Naqsh bor, shunda uyga olib tashing. Bo'ldi o'rtoq. Brat, assalomu alaykum. Men jenterani katalizatorini yechib yubordim, puldan ozgina muammo botuvdi. Bo'ldi, aka. Muammo yo'q, yechamiz. Aka, ishqilib mashina o'zingiznikimi? Brat, yechib yuboring, bo'ldi. Mashina o'zimniki, javob. Akalar, faqat bitta muammo. 1-2 soatda kelinglar, tayyor qilib yechib qo'yaman, akalar. Hop. Sardor aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Men bitta sizni mashinangizni olib kelib, ikkita bola katalizatorni soqqa qilmoqchi. Xabaringiz bormi, aka? Bo'ldi, aka, tushunarli. Hozirgi kunda shunaqa ayrim noinsof tanish bilish va ayrim noinsof ustalar ko'payib ketdi. Birovni haqqidan qo'rqmasdan harom pul ishlayapti. Bu videoni olishimizdan maqsad yaqinda mana shu ishxonamizda ishlaydigan ukamizda shunaqa holat ro'y berdi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'yamisiz. Eskilarimiz bekorga yetishmaganda o'sha paytdagi gap hozirgiga ham to'g'ri keladi. O'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma.